Demak, aziz o'quvchilar, shunga o'xshagan uch xatlarni ko'paytuvchiga ajratishga qiynalyapsizmi? Bizda uni juda ham oson va qulay usuli bor. O'shandan foydalanib ko'paytuvchiga ajratamiz. Xo'sh, qanday qilamiz ko'paytuvchiga ajratishda? Ikkini ozoq xatga ko'paytirib yuboramiz. Ikkini ozoq xatga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat minus x minus 6 paydo bo'ladi. Buni biz v teoramasi orqali ko'paytuvchiga ajrata olamiz. Ya'ni qanday qilib ajratamiz? X minus 3 x plus 2 qilamiz va o'sha ko'paytirib yuborgan mana bu sonimizni bu sonlarga bo'lamiz. Demak, x minus 3 taqsim 2 va x plus 1 va mana bu yerda o'sha bo'lib yuborgan sonimizni yozib qo'yamiz. Albatta bizga mana bu sonimizni birinchi qavsimizga ko'paytirib yuborsak, juda ham chiroyli xat hosil bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsak 2x minus 3 bunisi x plus 1. Xo'sh, keling endi mana bunisini ishlab ko'ramiz. Xo'sh, qanday qilib bunisini ko'paytuvchiga ajratar ekanmiz. Xo'sh, 3 ni ko'paytirib yuboramiz. 3 ni 6 ga berib yuboramiz, ya'ni ozoq xatga berib yuboramiz. Berib yuborganimizda nima hosil bo'ladi? X kvadrat minus x minus 12 hosil bo'ladi. Xo'sh, endi buni ko'paytuvchiga ajratamiz. Ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsak, x minus 4 x plus 3 hosil bo'lar ekan. Endi o'sha ko'paytirib yuborgan sonimizni bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak, x minus 4 taqsim 3 va x plus 1 hosil bo'ladi. Va biz mana bu yerda o'sha bo'lib yuborgan sonimizni yozishimiz kerak. 3 yozamiz. Xo'sh, 3 ni birinchi qavsga berib yuboradigan bo'lsak, 3x minus 4 va x plus 1. Shunga o'xshagan qiziq va qiziqarli videolarni ko'rish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.